O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi Surxondaryo viloyat kengashi tomonidan biroz muddat avval biz o'zimizniki loyihasini o'sha respublikada birinchi marta bu loyiha partiya tomonidan e'lon qilindi va o'sha joylardagi respublikamizdagi barcha muzeylar bilan hamkorlikda ularni bilimi, tajribasi, o'sha nima deydi, tashabbuslarini birgalikda ishga solib, o'shalar bilan hamkorlikda biz chiroyli roliklarni imkon qadar tayyorlab markazga berishga harakat qildik. Sizga muvaffaqiyat. Sog' bo'ling. Sizga muvaffaqiyat, ko'p yutuqlar, ko'p hamkorlikdagi tashabbuslarni kutaman. Bu ham sizga, sizga muvaffaqiyat. Men Milliy tiklanish demokratik partiyasining o'zimizniki loyihasida ishtirok etdim va faxrli birinchi o'rinni egalladim. Men bundan juda ham xursandman. Kelajakda bunaqa loyihalarni juda ham ko'p bo'lishi tarafdoriman. Bu loyihani tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Tiklanish demokratik partiyasi qadriyatlarga tayangan taraqqiyot.